Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Qiziq nuqta programmamizda sizlar bilan yuz ko'rishganligim uchun to'liq xursandman. Men riyosatchi Xumaray Baxtiyor. Bugun programmamizda dunyoda bo'layotgan qiziq nuqta masalalarini diqqatingizga sunamiz. Xitoy tarqalgan virus yana dunyoning diqqatidagi muhim nuqta bo'lmoqda. Yaqinqi taraqqiyotdan dunyoning har qaysi taraflaridagi andisining kuchayayotganligi ilgari surilmoqda. Eng yangi ma'lumotda koronavirusi bilan yuqumlanuvchi Xitoyning territoriyasi ichidagi barliq o'lkalarda bayqalgandan sirt, chet ellardami bayqalg'uchi kun sayin eshib bordi. Hozirga qadar koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 14380 ga yetib, u kasal bilan o'lganlarning soni 308 deb e'lon qilindi. Turkiya ovozi xabarda Dunyo Sahiyat tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom virusning Germaniya, Vyetnam va Yaponiyada insondan insonga yuqadiganligini alohida ta'kidladi. Tedros Adhanom virusni tekshirish uchun qurilgan bir atrofning Xitoyga mangdiganligini jakarladi. BBC xabarda Xalqaro Sahiyat tashkiloti koronavirusini yer shari xarakterlik jiddiy yuqumli kasal deb e'lon qildi. Hozirgacha Xitoyda paydo bo'lgan bu virus Xitoydan boshqa 23 davlatga tarqab, boshqa davlatlardagi yuqumlanuvchilarning soni 140 dan oshgan. Turkiya ovozi radiosi xabarda Angliya havo yo'llari shirkati bayonot berib, Angliya tashqi ishlar ministrligining sayohat ogohlantirishidan keyin darhol ijro qilinadigan shaklda Xitoy cho'ng quruqligi bo'lgan o'zaro aeroplan safarlarini to'xtatdik deganlarni qayd qildi. Amerika Wuhandan 201 fuqarosini qaytarib keldi. Qaytarib akilingan bu Amerika fuqarolari Kaliforniyada karantinga elindi. Xitoy hukumatı yuqumli virusning keng tarqalib ketishining oldini olish uchun 55 millionga yaqin kishini karantinga oldi. Biroq o'lganlarning soni bargan-sari oshmoqda. Kanada havo yo'llari shirkati Beijing va Shanxay qatorliq barliq Xitoyga uchish planlarini amaldan qoldirdi. Xitoy iqtisod ministrligi yuqumli kasalga qarshi turish uchun 3 milliard 900 million dollar fond ajratganligini e'lon qildi. Virus qarshi vaksina ishlab chiqarish tirishchanliklarimi davomlashmoqda. Vaksinaning tayyor holga kelish uchun bakbaldur bo'lgandimi 1,5 oy vaqt ketadiganligi bildirilmoqda. Vaksina ishlab chiqarish xizmatlarini davomlashtirayotgan Avstraliya yuqumli kasalliklar instituti tajsimon virusning Xitoydan qolsa tunji qitim o'z laboratoriyasida ishlab chiqarilganligini e'lon qildi. Hozir ba'zi dorilarning koronavirus uchun ishlanayotganligini aytdi. Ishlab chiqarilgan dorilarning bu virus bilan yuqumlangan barliq kasallarga ishlatilish uchun haq talab qilish rasmiyat bosqichining boshlanganligini jakarladi. Bu ahvollar bizga ahvolning jiddiy ekanligini, butun dunyoning bu virusga diqqat bilan turganligini ko'rsatib berdi. Biz bu haqda mutaxassislarning analiziga quloq solib boqaylik. Hurmatli Mehmet Emin doktor, bu virusga nisbatan hozirgacha tibbiy xodimlarning tonishi qanday bo'lyapti? Bu virus haqida tonishda ilgirlashlar bormi? Bu haqda bizga ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu virus hamda garchi yangi virus deb qaralgan bilan bu mushu insoniyat dunyoga kelishdan hatto undan burunmi mavjud bir virus bo'lishi mumkin. Bu haqda ba'zi qarindoshlarningki azroq qaymoqish yo'qoligi uchun men bu yerda qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Bu virus degan yangi virus deganga hargiz yangi virus emas, faqatla biz yenidan bayqagan viruschi, hamda yenidan uqdiq. Bunda aytgan vaqtida bu virus keltirib chiqargan kasallik o'tgan yili 12-oy, hatto ba'zilari 11-oyda boshlandi degan bo'lsa-mu, lekin bu virusni insonlar rasmiy tonigan vaqti 1-oyning 7-kunisi, yana bu hozirgi zamon texnikasi bilan buniki virusning qanday virus ekanligini aniqlab chiqqan vaqt 1-oyning 7-kunisi, hozir 1 oyga yetmagan vaqt bo'lganligi uchun insonlar bu virus to'g'risida ba'zi narsalarni bilsa-mu, yana bilmaydigan narsalar ko'p bo'lganligi uchun bu virus yolg'iz odatdagi fuqarolar ishidimi emas, mushu tibbiy xodimlar ishidimi bir xil kelgusini oldin bunda mo'ljallanmaydigan bir xil ahvol mavjud.
Shunga bu xalqaradimi bu virusga nisbatan alayda tadbirlarni elib bir xil kutilmagan bir hodisaninki kelib chiqishidan saqlanish uchun bir xil jiddiy holatda nim qilyotdi. İnşallah bu virus ichida hozir hamda bu virus to'g'risida mayli Avstraliyada olsun, mayli Amerikada olsun, hayt izchil izlanishlarni qilyotdi. Yaqin kelgusida Mushu 2 ayning oxirigacha bu virus to'g'risida ba'zi uchurlarga erishishimiz mumkin. Buning ichida muhim bo'lgani birisi mushu virusni tekshiradigan usulni tovar shaklda ko'paytirish, ya'ni oldingi videoda sizlar o'tgandagidek bu tekshirish hozircha nayta cheklik doktorxonalarda, cheklik rayonlarda diagnoz qo'yilganligi uchun bu kasalliklarni nurg'un davlatlarda vaqtida bayqash biroz qiyin bo'layotdi. Shu sababdan bu virus to'g'risidagi tadqiqotning tizlishiga ergashib, yaqin kelgusida bu virusga diagnoz qo'yadigan usul osonlashishi mumkin, andan keyin vaksina paydo bo'lishi mumkin. Lekin hozir bizning bu virus to'g'risida bilgan bilimimiz yanada biroz cheklik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının koronavirusni yer şari xarakterlik ciddi yuqumluq kasal deb e'lon qilishi kishilar o'ylagandek shunday qo'rqinchli ishmi? Endi buningda har xil qarashlar bor. Dünya Səhiyyə Təşkilatıninki tushuntirishida bu kasal asli o'ylagandan qo'rqinchli emas, lekin mushu ba'zi davlatlarninki, ya'ni mayli iqtisodiy jihatda, texnik jihatda Xitoyga o'xshash undaq ortiqchilik bo'lmaganligi uchun biz shu davlatlarni qo'g'dash maqsadida bu nimani ogohlantirishni, futurishni anglatdik deb ashta tushuncha berdi. Lekin boshqa o'tkishilarninki qarashiga asoslangan vaqtida Dünya Səhiyyə Təşkilatıninki buni e'lon qilishi bir 2 hafta kechikib ketgan, insonlarda bir xil bu kasalga bo'lgan sal qarashini keltirib chiqargan. Yana ba'zi o'tkishilarninki deyishicha bu Dünya Səhiyyə Təşkilatıninki bu boshliqi bilan mushu Xi Jinpingninki munosabat, ya'ni shaxsiy munosabat, bu yerda ba'zilar parxo'rlikmi deydi. Shu munosabat bo'lganligi uchun Xi Jinpingninki ochig'ini keltirib qo'ymaslik uchun bu kasalni noyti yengil qilib ko'rishga tirishgan. Keyin andan keyin xalqaroninki noyti yuqori besimi bo'lib, bu o'tkishilarninki besimi tufaylidan Dünya Səhiyyə Təşkilatı o'zininki o'z obro'yini qaytarib olish uchun o'zining burunqi qaroridan sal o'zgartib, buningga dunyo miqyosida bir xil jiddiy holat e'lon qildi deb qaraydiganlar bor. Mayli qaysi taraflardan bo'lsin, biz ko'rayotgandagidek garchi Xitoy hukumati bu kasal bilan o'lib ketganlarning sonini nisbiy holda tuvan deb qaragan bilan, lekin tarqalishi nihoyatda tiz bo'lganligi uchun andan keyin nurg'un biz bilmaydigan omillar mavjud bo'lganligi uchun yanala bir xil andisha tufaylidan bu Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu kasalga bo'lgan ogohlantirishni bir daraja yuqori ko'tarishga majbur bo'ldi. Undan boshqa hammaylar bilayotganga o'xshash nurg'un davlatlarda Xitoydan uchadigan aeroplanlarni amaldan qoldirib, Xitoydan kirdiganlarni cheklayotdi. Mana bugun 2 ayning 2 kunisi Amerikaning sharq vaqti soat 5 dan boshlab Amerikadami alayda tadbir qo'llanishga boshlaydi. Demak, bu yerda yana boshda men so'zlab o'tganga o'xshash insonlarning bu virus to'g'risida bilishini cheklik bo'lganligi uchun nurg'un biz oldin faraz qilinmaydigan bir omillar mavjud bo'lishi mumkin. Dünya Səhiyyə Təşkilatı ham bu omillarni farq etgan bo'lishi mumkin, ham dunyoninki shu jamoat fikri sababidimi o'zining qarorini o'zgartirib bu kasalga bo'lgan ogohlantirishni yuqori darajaga ko'targan bo'lishi mumkin. Xitoy hukumati Amerika mutaxassislarining Xitoyga berib yordam qilish taklifini 3 qatim rad qilib, 4-qatimda qabul qilganligi bildirildi. Xitoy hozirgacha 9 shaharni butunlay taqidi.
Sharq Turkistondan Xubey o'lkasi Wuhan shahrining yangi tipdagi tajsimon virus bilan yuqumlangan o'pka yallig'i yuqumining oldini olishga yordam berish nomida tunji turkumdagi davolash atirtining 142 a'zosi Wuhanga berib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga qatnashish uchun 1-oyning 28-kuni Urumchi Deopo xalqaro aeroportidan Wuhanga qarab yo'lga chiqqanligi xabar qilindi. Bu qitim Xubeyga yordamga mangan atalmış Şinjan davalash atirtining tibbiy xodimlari atalmış Şinjan tibbiy universiteti qarmaqidagi doktorxonalardan tashkillanganligi bildirildi. Xitoy taratqullari bo'lgan atalmış avtonom rayon tarqatgan xabarda yangi tipdagi tajsimon virusga qarta Xitoy kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi bu virusning vaksinasini tadqiq qilib yasashni boshladi. Hozir virus muvaffaqiyatli ayrilib, tüp virus avrishkisini tanlayotidi. Hamda bu kasalni davolaydigan dorini yasayotidi. Yaqinqi kelgusida bu kasalning vaksinasi yasalib chiqadi deb tarqatgan xabar diqqat tortdi. Bu xabar rostmi? Xitoy haqiqatan tadqiq qilib chiqqan bo'lsa, Amerika mutaxassislarining yordamini nemishqa 4-qatimda qabul qiladi? Bu yerda o vaksinaninki shu tiz ishlab chiqarilayotganligi u rost hamda Xitoy masalanki oldin kunisimi shu Alibabaniki nimasi buningga 3 million dollar pul yordam qilganlik xabari chiqibdi. Aniq esimda yo'q, qilib bir dollar. Bu vaksina nim qilayotganligi rost hamda Mayli Amerika olsunmu buni hamda eng tez bo'lgan vaqtida 3 oydan 6 oygacha vaksina chiqishi mumkin deb qaraydi. Endi bu kasal dunyo miqyosida nayt cho'ng zo'r bir andisha, tahdid paydo qilayotganlik uchun bu vaksinani qaysi davlat burni ishlab chiqara olsa, bu nayt cho'ng bir iqtisodiy manfaat keltiradigan bir narsachi, bu patent huquqiga erisha oladi degan gap. Endi Xitoyninki nurg'un pul silib bu vaksina, bu kasal to'g'risida vaksina ishlab chiqarishi menimcha to'g'ri u, lekin u 1 oyda ishlab chiqara olamdi, 2 oyda ishlab chiqara olamdi, 3 oyda ishlab chiqara olamdi. Ana lekin ishlab chiqargan virusniki amaliy ahamiyati bo'lamdi. Buni vaqt isbotlaydi. Misolanga aytsak, AIDS kasali hozir insonlar AIDS kasalini tonib yetgili 37 yil bo'ldi. Hozir qadar nurg'un qitim vaksina ishlab chiqarilgan bo'lsa-mu, lekin u vaksinaninki unimininki toza yaxshi bo'lmayotganligi bilinyotdi. Sabab degan vaqtida bu virus o'zligidan o'zini o'zgartib turadigan bir aloyligi va agar bu Wuhan'da kasal paydo qilgan bu virusmi mushu 2-3 oy ichida yana o'zini o'zgartib ketalisa, burunqi virusga asosan yasalgan vaksina keyingi kasallarga foydasi bo'lmasligi mumkin. Bu virusda bo'ladigan bir xil aloyidlik. Shunga hozir dunyoda vaksinalar qarasaqmi, viruslarninki unumlik vaksinalari va unum bermagan vaksinalarmi xili ko'p. Shunga bu yerda nurg'un biz bilmaydigan ahvollar mavjud, lekin mayli qanday bo'lishi mumkin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar vaksina ishlab chiqarish bu muqarrar, cho'qim bo'ladi hamda. Albatta davolashga kelsak, bu unchalik oson emas virusni davolaydigan ish. Masalan, bizga eng tanish bo'lgan jigar yallig'i, uni virus keltirib chiqargan kasal bo'lganlik uchun hozir qadar uni uzil kasal davolaydigan bir usul yo'q. Masalan, AIDS kasalimi shunday, faqatla kontrol qilib uni bemorning hayotini uzarta olamiz, lekin uzil kasal saqaytish biroz qiyin viruslarga nisbatan. Shunga viruslarninki keltirib chiqargan kasalni saqlash uchun eng yaxshisi vaksina. Menimcha u vaksina cho'qim ishlab chiqarildi. Uninki unumi qanchalik bo'ladi, buni oldimizda shu amaliyot isbotlaydi. Turkiya axborotlarida Xitoydan kelgan mallarga diqqat qilinglar. Tordan mal elishni to'xtatinglar deb xabar ishlandi. Ularning deyishicha, tordan setilangan mallarda virus bo'lish ehtimoli bor deyilgan. Tordan akeldirilgan mallardan virus yuqish ehtimoli bormi? Bu virusning sirtda yashash vaqti qanchalik? Mushu hozir hamda yolg'iz bu virus emas, mushu nafas yo'lidan yuqadigan viruslarninki ko'p qismi
bizniki qo'limiz orqali yuqdi deb qaraldi hozir. Masalanga bu mayli bu virus bilan yuqumlangancha olsin yoki boshqa yuqumliq kasal paydo qiladigan viruslar bilan yuqumlanganlar bo'lsin, ko'pinchisi shu kasalga giribtor bo'lgan kishiningki o'tilishi yoki kuchurishidan chiqqan shu viruslar atrofimizdagi shaylarning yuziga qo'nadi. Qo'ngan vaqtida biz uni qo'limiz bilan tutamiz. Qo'limiz bilan tutgandan keyin uning bilan masalan yuzlarimizni yo bunlarimizni ko'zimizni silaymiz. Shuning bilan bizga u virus yuqadi degan gap. Endi bu Wuhan o'pkalig'i kasalini paydo qilgan bu virusningki mushu odam badanidan ayrilib tashqi dunyoda mushu shaylarningki sirtqi yuzida qanchalik uzun yashay oladiganligiga oid hech qanday bir savat yo'q hozir bizda, bir bilgi yo'q. Lekin burunqi biz bayqagan, bizga bilgan viruslarga asoslangan vaqtida ko'pincha viruslar mushu shaylarning sirtqi qismida bir necha minutdan bir necha haftagacha yashay oladi. Unda o'ga vaqtida misolan shu Xitoydan avatilgan mal shu Wuhan o'pkalig'iga giribtor bo'lgan shu kasallarningki ig'zidan chiqqan, nafas yo'lidan chiqqan shu viruslar bilan bulg'angan bo'lsa, buni tutgan odamlar qo'li orqali o'zlariga yuqtirish ehtimoli yanada mavjud. Bu yerda buningdan saqlanish uchun shu Xitoydan kelgan mallarni nima bilan tutish, masalan qo'lga palay kiyib tutish, andan keyin uni ishlatishdan burun cho'qim tozalab ishlatish bu kasalning xatarini to'valatgili bo'ladi. Yana birisiga har qanday bir narsani tutgan vaqtimizda biz bularni o'zimiz ishonch qilolmaydigan mushu virus bilan bulg'unish ehtimoli bo'lgan narsalarni, masalan ommaviy qatnashlarda yoki har qanday bir so'rlarda bir narsa tutgan bo'lsak, biz qo'limizni kam deganda 20 sekunddan ortiq so'pillab yuvish orqali bu kasallikning xatarini to'valatamiz. Shunga sizning savolingizga kelsak, endi shu Xitoydan kelgan mal masalanga bir necha kunga qolmay kelgan bo'lsa, andan keyin bu mal Xitoydan avatishdan burun shu virus bilan bulg'angan bo'lsa, andan keyin buni qabul qiluvchi shu narsaning sirtini qo'li bilan tutib, u qo'li bilan burnini, yuzini, ko'zini silgan bo'lsa, buningdan bu kasallikning yuqtirish bo'lish ehtimoliga yuqori degan gap-ku bu yerda. 30 yanvar Xitoy axborot vositalarida atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonluq aloqa to'ri uchur ishxonasi jamoat xavfsizligi nazorati pash qilish yupuchiga asosan aloqa to'ridan foydalanib yuqumga oid ig'vo uchuri o'ydirish va tarqitishga doir tipik 12 delo misolini qonun bo'yicha tekshirib bartaraf qilganlik xabarini berdi. E'lon qilingan 12 delo ichida 4 delo 3 Uyg'ur ayol va 1 Uyg'ur erning delosi bo'lib, ayrim ma'muriy jihatdan to'xtatib qo'yish, tarbiya va nasihat jazosi degandek jazolarning berilganligi xabar qilingan. Muajiratdagi Uyg'ur yoshlarining ijtimoiy uchur vositalarida boshlatgan virus lagerdagilarga tahdid tarkitib axborotlarning diqqatini tortdi. Bu orqali dunyo jamoatchiligining ko'zi yana bir qitim mazlum Uyg'urlarga tushdi. Qadrli ko'ruvchilar, bu qadamliq programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelarki san programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.